Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z Changal jamoasining navbatdagi kuni navbatdagi xonadonimizga o'rnatilgan axtek kotelimiz haqida qisqacha video obzor olyapmiz. Mo'risi yuqoriga yo'naltirilgan 6 metr balandlikda 100 diametrdagi truba qo'yildi. Hop, quyidagi kotelimiz 300 kvadrat joyni qizish quvvatiga ega. Ayni xonadonimiz 250 kvadrat metr joyni tashkil qiladi. Pol o'lchamlari bo'yicha patolog balandligi demak 3 metrdan balandroq holat bo'yicha qurilgan imorat. Kotelimiz qo'lbola konditsionniy kotel hisoblanadi. Dastlabki 1 soat 2 soat holat bo'yicha ozgina kondensat berib turadi. Undan so'ng esa quruq rejimda ishlash imkoniyatiga ega bo'ladi. Hozirgi xonadonimizda demak oqma gaz hali o'rnatilmagan, ya'ni tushirilmagan, propanda sinalyapti. Mana yonishda holati propanda. Горелкamiz atmosfernik горелка qo'yilgan 8 ta taroqdan iborat. Mana harorat mana shu 50-60 gradus bu kotel uchun norma hisoblanadi. Undan yuqori holat bo'yicha ishlatishga ehtiyoj yo'q. Sistema juda katta bo'lgani hisobiga, sistemada suv sig'imi o'ta katta miqdorda bo'lgani hisobiga qo'shimchasiga sirkulyatsion nasos favqulodda holat uchun qo'yib berildi. Aslida sistema to'liq somatik holat bo'yicha ishlash bo'yicha demak yasab taqdim qilinmoqda. Kotelimiz haqida to'liq ma'lumotni keyingi videolarda to'liq ko'rinishda olish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Bugungi kunda ayni kotelimiz narxi 4 million so'm baholangan. Demak, 2025-yil holati bo'yicha ma'lumot beryapmiz. Avgust oyidan kotelimiz 5 milliondan sotuvga taqdim qilinadi. Bunga sabab demak qishki sezon kvartal oxirida 20% temir narxi ko'tariladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taylik, kotellarimizni dastlabki xizmatini ham o'z ichiga olganmiz. Demak, energiya, ya'ni yoqilg'i masalasi qishda tortilib qoladi. Shu bois ko'p faktorlarga ta'sir qiladi. Hurmatli kuzatuvchilar, ayni ko'rinishda axtek kotellarimizni yasab taqdim qilish imkoniyatiga ega bo'lamiz.